qanaqa nima sababdan yig'layotganini bilishga ota-ona ajratishga qiynalishi mumkin. Biza yig'alarni qo'pol ravishda katta ikki guruhga bo'lamiz. Ya'ni, demak, havo kirishini ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari yana bizda xalqimizda bir qo'pol tushuncha bor, noto'g'ri tushuncha bor. Ya'ni bolani cho'miltirsa shamollab qoladi. Bola 9 oy onani qornida suvda turgan. Uning uchun suyuqlik eng zo'r muhitda, suyuqlikda mazza qiladi, u o'shanga o'rgangan. Juda zo'r savol berdingiz. Biz isiriqni umuman foydalanmang deyishga haqqimiz yo'q. Haqiqatda foydali o'simlik. Faqat to'g'ri ishlatilsa. Isiriqni qanaqa ishlatamiz? Birinchi, xo'p, shu xonadan hamma chiqib ketadi. Isiriq tutatiladi, xona yopib qo'yiladi. 1 soat, 2 soat turadi, keyin hamma joy ochib tashlanadi, hamma joy vlajniy уборка qilinadi. Hiddan umuman asar qolmagandan keyin bola olib kiriladi. Qaysi payt monoton yig'laydi, ya'ni bir xil zvukda pavtor yig'lashi ham bu bizga diagnoz qo'yadi. Yoki kunni qaysi yarmida, birinchi yarmida, ikkinchi yarmida, yarim tunda yangi tug'ilgan chaqaloqlarni yig'lashi juda global savol berdingiz. Bu har bitta ota-onani qiynaydigan savollardan bittasi. Ayniqsa yangi ota-ona bo'lgan paytida inson bolasini yig'lashiga chidab tura olmaydi. Va shu paytda unga kerak emas har qanday yordamni berishga harakat qilishadi. Va buni natijasida nabarot bolaga ziyon qilib qo'yishadi. Xo'p, chaqaloq nimaga yig'laydi? Endi boshdan boshlaylik. Chaqaloq deb biz tug'ilganda, ya'ni kindigi uzilgan vaqtidan boshlab 2 oylikgacha bo'lgan chaqaloqlarni biz chaqaloqlik davridagi bolalar deb ataymiz. Va bu bolalarni qanchalar sog'lom tug'ilmasin, ya'ni Apgar shkalasi bolani sog'lomlik darajasini belgilaydigan shkala bo'yicha 9-10 ballda zo'r tug'ilsa ham biz unga sog'lom bola deb diagnoz qo'ymaymiz. Biz adaptatsiya davri deb qo'yamiz, ya'ni bolada moslashish davri ketayotgan bo'ladi. Ya'ni 9 oy qorinda suyuqlikni ichida yashashga moslashgan bola umuman boshqa muhitga tushyapti. Tashqi muhitga moslashish boshlanyapti. Kindik uzilgandan keyin bola birinchi marta hayotida birinchi marta nafas oladi. Umrida birinchi marta unda ikkinchi qon aylanish doirasi boshlanadi. Umrida birinchi marta emadi va hazm qilish sistemasi ishga tushadi. O'ylaysizki, bu narsalarga bola moslashayotgan paytda unda qiyinchiliklar bo'lmaydimi? Albatta bo'ladi. O'zimiz birinchi yurayotgan vaqti, qo'limizga ruchka olgan vaqtini eslaylik. Qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? Bolada ham xuddi shunaqa u davrda qiyinchiliklar bo'ladi. Moslashib olguncha bola o'sha paytda o'ziga yuzaga kelgan qiyinchiliklar sababli yig'laydi. Uni ota-ona bilan yoki atrof muhit bilan bog'laydigan yagona narsa bu yig'i. U yig'i bilan o'zida bo'layotgan qanaqadir behuzurliklarni namoyon qiladi. Xo'sh, biz o'shanaqa paytda, xo'p, bola shunaqa ekan, qiynalyapti ekan, moslashyapti ekan, yig'lashiga qarab o'tira olmaymiz, to'g'rimi? Nima qilishimiz kerak? Ana endi shu joyida savol tug'ilishi mumkin. Qanaqa, nima sababdan yig'layotganini bilishga ota-ona ajratishga qiynalishi mumkin. Biza yig'alarni qo'pol ravishda katta ikki guruhga bo'lamiz. Ya'ni fiziologik yig'alar. Bolaga nimadir yoqmayapti. O'sha narsani to'g'irlash kerak. Bolaga hech qanaqa vrach aralashuvi shart emas. Nimadirni to'g'irlasak, bola yig'idan to'xtaydi. Masalan, bu bo'lishi ochlik. Bola och qoldi, yig'layapti. Yoki bola issiq kiyintirildi, bola issiqlab ketdi, havo yetmayapti, bola yig'laydi. Yoki issiq kiyintirildi, bola terladi, bola yig'laydi. Bola ichi keldi, tagi ho'l bo'ldi, bola yig'laydi. Bu holatlarda biz shu narsalarni bartaraf qilsak, bolani yig'isi to'xtaydi. Yokida yana hozir ayni paytlarda bo'layotgan narsa, bizda bolalar toza havoda ko'p olib yurilmaydi. Ayniqsa bu narsa ko'p qavatli uylarda yashovchilarda kuzatiladi. Kitobida o'qiydigan bo'lsangiz, agar bola yoz oylarida tug'ilsa, 24 soatgacha deraza ochiq tursin deyiladi. Ya'ni bolani kislorodga bo'lgan, toza havoga bo'lgan talabi shunchalar yuqori. Bolaga havo yetmasa ham bola yig'laydi. Ya'ni demak, havo kirishini ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari yana bizda xalqimizda bir qo'pol tushuncha bor, noto'g'ri tushuncha bor. Ya'ni
bolani cho'miltirsa shamollab qoladi. Bola 9 oy onani qornida suvda turgan. Uning uchun suyuqlik eng zo'r muhitda, suyuqlikda mazza qiladi, u o'shanga o'rgangan. Shu sababdan tavsiya qilardim ota-onalarga har kun, imkon qadar har kun yangi tug'ilgan chaqaloqni ham cho'miltirib turish kerak. O'shanda bola o'sgan paytida eskirgan terini biz har kun tozalab turamiz. Bolaga tabiiy matodan tayyorlangan kiyimchalar kiygizamiz. Bolani terisi nafas olgani hisobiga bola tinchiydi. Yig'lashlar soni kamayadi. Hozir hamma ota-onalarning og'zida vrachlarda moda bo'lganki, gipoksiyasi bor ekan. Gipoksiya o'zi nima? Kislorodga ochlik, kislorodni голодание. Ya'ni toza havo yetishmayapti bolaga. Bola faqat burun yoki og'zidan nafas olmaydi, butun tanasi orqali nafas oladi. Uni nima deydi, talabiga faqat og'iz burundan kirgan kislorod yetmaydi. Shu sababdan chiroyli kiyimchalarni emas, tabiiy matodan tayyorlangan kiyimchalarni kiydirib, har kun cho'miltirib turish kerak. Bu ham bolaning yig'lashini kamaytiradi. Xo'p, yana nimani aytamiz? Undan tashqari taktil xohish deymiz. Ya'ni bekordan bekorga bizda chilla davri aytilmagan. Bola onani qornida yashayotgan vaqtda uni yurak urishini doimiy eshitib turgan, uni taftini his qilib turgan, ya'ni uni harakatini, uni hidini sezib turgan. Bola tug'ilgandan keyin ham shu narsani xohlaydi, o'sha muhitni kutadi, istaydi. Shunday ekan, imkon qadar onalardan iltimos qilardik, chilla davrida o'sha 2 oylikgacha bola bilan o'tkazadigan vaqtni ko'paytirish kerak. Bola yonida yotib, emib yotsin. Yurak urishini eshitib tursin, onasini, hidini hidlab tursin, uni quchog'ida uni issiqligini his qilib tursin. Bu narsa bolani eng tinchlantiradigan dori. O'shanda bolani yig'isi kam bo'ladi. Hozir afsuski onalarimiz ko'p narsalarga o'zini urintirib tashlayapti. Yangi tuqqan ayol uyda o'tirib olib, o'zini tinch qo'yib, bolali bo'lganini his qilib, qarab o'tirish kerak xolos. Uni bundan boshqa muhim ishi bo'lishi kerak emas. Hozir nima qilishadi? Telefon qo'lda reels tomosha qilib, emizib o'tirishadi. To'g'rimi? Telefon tutib, hammasini onlayn ishi bor. Onlayn ishini qilib, emizib turishadi. Bu paytda bola bilan ona bir-birini his qila oladimi? Yo'q. Undan tashqari bu reelslar hayot tarzimiz ayollarda stress ko'payib ketishiga, kortizol gormonini ko'payib ketishiga sababchi bo'lyapti. Kortizol afsuski qondan sut orqali bolaga boradi. Kortizol gormonini bolada ko'payib ketishi ham yig'iga olib keladi. Ya'ni ayolda stress bo'lishi uchun urush, janjal, oilada notinchlik bo'lishi shart emas. Kuni bilan serial ko'rib o'tirish ham stress. Kompyuterda o'tirib, raspechkatka qilib o'tirib yoki bir kinolarni ko'rish ham stress. Ketma-ket reelslarni tomosha qilib o'tirish ham bu miya uchun stress. Uni ko'p informatsiya qabul qilish orqali ham ayolda kortizol ko'payadi. Va bu narsa bolani uyqusiga, bolani kayfiyatiga ta'sir qiladi va bola ko'p yig'laydigan bo'ladi. Hozir nevropatologlarning oldiga borsangiz, hammasida ochirt. Hamma nevropatologlarda navbat juda ham katta. Aslida hayot tarzi parvarishini noto'g'ri bo'lganligi sababli ularda navbatlar ko'payib ketmoqda. Aslida kitobida ham yozilgan, aytishadiki, bolalar hammasi bir xil tug'iladi. Ammo bizning parvarishimizdagi va tug'ilgan joyidagi sabablar tufayligina biz bolalarni har xillashtirib qo'yamiz. Ya'niki tug'ilayotgan Ibn Sino, Alisher Navoiylarimizni noto'g'ri parvarish qilamiz. Undan keyin bezovta qilamiz, yig'laydi, tinchlantirish uchun miyani o'chiradigan dorilarni berib qo'ya qolamiz. Aslida muammo boshqa joyda. Hayot tarzini to'g'rilashda. Muhim sabablardan yana biri bu bolalarni burun bitishi natijasidagi bezovtalik. Hozirgi kunda juda ko'p murojaatlar bor. Ya'ni burnidan nafas olmaydi, xirillaydi, og'zini ochib uxlaydi, uxla olmaydi, g'ingshiydi. Aslida bitta sabab shunga burun bitishi, burnidan yaxshi nafas ola olmaslik bo'ladi. Avvallari chaqaloq bor uyda
noxush bir oz noxush hid kelishi bu yomon holat emas edi. Hozir chaqaloq bor xonaga shunaqa kiring, kirgandan yo nimalarnidir приятный hidlari keladi. Yo uni prisipkasini, yo onasini duxisini, yo nimalarnidir освежителlarni hidi keladi. Bularni hammasi burun shilla qavatini ta'sirlantiryapti. Men istardimki, bola bor xonada hech qanday hid bo'lishi kerak emas. Noxush ham, xushbo'y ham. Ya'ni bu освежитель, dezodorant, duxiylarni ta'sirida bolani shilla qavati ta'sirlanadi, shishadi, bola burnidan nafas ola olmaydi, keyin bezovtalanadi. Keyin yig'laydi. Yig'lagandan keyin kislorodga talab yana oshadi. Bola yana yig'laydi. Aslida sabab o'sha onasini yo bitta duxisi edi, yoki uyda ishlatilayotgan приятный hidli narsalar edi. Tavsiya qilardim har bitta chaqaloqqa o'sha gipoallergenli narsalardan foydalanishdi. Prisipkasi ham, влажный salfetkasi ham, tagliklarini ham imkon qadar hidi o'tkir bo'lmagan, kimyoviy narsalar kamroq ishlatilgan narsalardan foydalanishdi. Juda zo'r mavzuni aytdi, juda zo'r savol berdingiz. Biz isiriqni umuman foydalanmang deyishga haqqimiz yo'q. Haqiqatda foydali o'simlik. Faqat to'g'ri ishlatilsa. Isiriqni qanaqa ishlatamiz? Birinchi, xo'p, shu xonadan hamma chiqib ketadi. Isiriq tutatiladi. Xona yopib qo'yiladi. 1 soat, 2 soat turadi. Keyin hamma joy ochib tashaladi. Hamma joy влажный уборка qilinadi. Hiddan umuman asar qolmagandan keyin bola olib kiriladi. Ana bu isiriqni to'g'ri ishlatish hisoblanadi. Bizda nima qilishadi? Bola shu yoqda yotadi, ustidan aylantiriladi. Bu xuddi shu holat bilan menda chekka tumanlarda shunaqa bemorlarimiz bo'lgan. Bugun lecheniyani yozib berganmiz, borgandan keyin bolamga ko'z tegdi deya, xuddi shunday isiriqni tutatishgan. Ertasi kuni hishillab kelgan bola. Ya'ni nafas yo'llariga bu tutun zarar ko'rsatgan natijasida. Isiriqni to'g'ri foydalanishlarini tavsiya qilardim. Bu haqiqatda bor narsa. Haqiqatda bor narsa, chunki bir xil muhit bolani zeriktiradi. Unga qayerlarnidir ko'rsatish kerak. U kishi ham shunaqa gap borki, bola hamma narsani tushunadi. Atrofda bo'layotgan hamma narsani ilg'ay oladi, faqat tushunayotganini kattalarga bildira olmaydi, tushuntirib bera olmaydi. Shunday ekan, bolani har xil muhitlarini o'zgartirib turish, bitta xonadan keyingi xonaga olib o'tish yoki bitta yotgan joydan keyingi joyga olib o'tish ham bolani tinchlantiradi. Bu haqiqatda kuzatilgan. Qorni to'q, tagi quruq, hammasi joyida, ichi dam emas, boshqa hech narsa yoki uzoqroq vaqt bir joyda qoldi, uyqudan uyg'ondi, shu paytdagi g'ingshib yig'lash, bunda chirillab yig'lash bo'lmaydi. G'ingshinib yig'lash bu zerikkanligini bitta belgisi bo'lishi mumkin. Shu o'rinda aytsam, yig'ini qanday eshitilayotganligiga qarab ham biz tashxis qo'yamiz. Qaysi payt chirillab yig'laydi bola, qaysi payt monoton yig'laydi, ya'ni bir xil zvukda pavtor yig'lashi ham bu bizga diagnoz qo'yadi. Yoki kunni qaysi yarmida, birinchi yarmida, ikkinchi yarmida, yarim tunda, bu ham bizga diagnoz qo'yiladi. Faqat bular juda katta mavzu bo'lganligi uchun bu haqida keyinroq xudo xolasa aytib o'tamiz. Yig'lash turi har xil bo'ladi. Masalan, biz o'zi aslida haqiqiy yig'i bu 2 haftalikda boshlanadi. 2 haftalikgacha bola emib uxlab turishi mumkin. 2 haftalikdan juda ko'p yig'laydi 6 oylikgacha. 6 oylikdan keyin bola ma'lum xohishlarini bildira boshlaganidan keyin bolani yig'ilar soni nisbatan kamayadi. Umuman yig'ini qolishi bu уже katta maktab yoshigacha даже cho'zilishi mumkin. Ya'ni birdan-bir emotsiyasini, xohishini bildiradigan narsa bu yig'i hisoblanadi. Agar ota-ona orasida muloqot to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa, ya'ni ota-ona bolani eshitishni, tushunishni biladigan bo'lsa, 3 yoshdan keyin bu maksimal kamayadi. Ya'ni bola o'sha tushunadi ota-onasi bilan ikkalasi o'rnatilgan muloqot. Ayrim ota-onalar hattoki bolasini eshitishni bilmaydi, tushunishni bilmaydi, u nima xohlayotganini bilmaydi. Bunday bolalarda yig'i ko'proq bo'ladi, uzoqroq vaqt kuzatiladi. Bu chaqaloqlik davridagi yig'i haqida aytadigan bo'lsak, bu sutkada maksimal 3 soatgacha bo'lishi mumkin. Lekin bu degani 4 soat yig'layotgan bola kasal degani emas, yoki 2 soat yig'layotgan bola kam yig'layapti degani emas. Bu har bir bolada individual, biz o'rtacha hisobni olamiz. Keyin yana bolalarda besabab yig'lash, bu hali oxirigacha o'rganilmagan, bola nima uchun yig'lashi.
yig'lash turi ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, bolalarda eng ko'p uchrashi yig'lash sababi hozirgi kunda ichaklarni sanchig'i deymiz, kolika. Ichak kolikasi deymiz. Ya'ni bizda hazm qilish sistemasi doim bilamizki, tepadan pastga harakatlanadi. Ya'ni og'izdan pastga qarab yuradi. Bolada ham xuddi ichak ham xuddi shunaqa tepadan pastga harakatlanadi. Bolalarda hali bu oxirigacha takomillashmagan. Ya'ni harakat gohida yarmi pastga, yarmi tepaga harakatlanib ketib qoladi va ichaklar bir-biriga ta'sirlanishi natijasida ichak sanchig'i yuzaga keladi. Bola yig'laydi, bu ochilib ketadi. Bo'ldi, bola jim bo'ladi. Bu o'sha bo'ldi, hech qanaqa kasallik ham emas, hech narsa ham emas. Ichaklar peristaltikasi to'g'ri shakllanmagan. Masalan, yoki boya aytganimizda yangi tug'ilgan vaqti ko'p narsa o'rganish kerak, bola hazm qilishni o'rganish kerak, nafas olishni o'rganish kerak deydigan o'sha paytdagi noqulayliklar sababli ham yig'laydi. Bu yig'lash haftada o'rtacha 2 kunlarda ayniqsa yig'lash kuzatiladi. Bu paytda biz bolani toza havoga olib chiqamiz, issiqxona qilamiz, onani bag'riga beramiz. Bo'ldi. Bunda hech qanday dori preparat, panika yoki doktor olib chopish keragi yo'q. Bola yig'laydi. Xuddiki men bu holatda toksikozga o'xshataman. Masalan, homiladorlarda toksikoz kuzatiladi. Hamma ayolda toksikoz bo'ladi. Kimdadir yengilroq, biror marta qayd qilmaydi. Qaysidir homilador ayollarda 9 oy toksikozdan qiynalishadi, to'g'rimi? Bolalarda ham xuddi shunaqa. Yig'i ayrim bolalarda yengil o'tadi. Yoki kolikasi ham, shu besabab yig'isi ham yengil o'tadi, ko'p yig'lamaydi. Ayrim bolalar shu chirqiraydi. Bu degani, bu chirqiragani nosog'lom, bu yig'lamagani sog'lom degani emas. Bu shunaqa tabiatga ega. Vaqt o'tishi bilan bu yig'lar o'z-o'zidan qoladi. Qachonki tekshirilganda hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa, chunki og'riqda ham bola yig'lashi mumkin. Biz faqat fiziologik holatlar haqida gaplashdik. Bola yig'isiga sabab bo'ladigan bir ensiklopediya kasalliklar ham bor-da. Og'riqdan yig'layotganini qanday bilsak bo'ladi? Qanaqa belgilar bor? Mana sutkada 3 soat degan, 3 soatdan tashqari yig'lash yoki tepada fiziologik holatlarni sanadik. Misol uchun tagi toza, emish bor, hammasi joyida, lekin bola keragidan ortiq yig'layapti. Yoki bolada isitma kuzatilyapti, bola holsizlanyapti, emishdan bosh tortyapti. Shular bilan birgalikda bo'ladigan bo'lsa, bunda уже biza kasalliklar haqida o'ylashimiz kerak. Shifokorga borishimiz kerak. Demak, boya aytganimizdek, bola nisbatan holsizlandi. Emishdan bosh tortdi. Emishgachada yarab qolmayapti, yaramayapti. Bunaqa paytlarda. Keyin yig'ini turi ham bor. Masalan, bola yig'layapti, oyoqchalarini qorniga tortib, chinqirib yig'layapti, qizarib ketyapti. Bu ko'proq bizada hazm qilish yetishmovchiliklari bolada yoki fermentopatiyalar bo'lishi mumkin. O'sha vaqtlarda bola chinqirib birdaniga uxlab yotgan holatda chinqirib oyoqlarini tortib yig'layapti. Bu paytda biz albatta pediatrga murojaat qilishimiz kerak. Yoki bolani yig'isi juda sayoz, ingraganga o'xshab yig'laydi. Bunaqa paytda biz albatta vrachga murojaat qilishimiz kerak. Yokida monoton yig'laydi. Bir xil sekundda takrorlanadigan yig'i. Bu ham ahamiyatga ega bo'ladi. Bunaqa yig'ida ham biza vrachga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari yig'idan boshqa belgilar. Hozir ancha ota-onalar, onalar tibbiy bilimi nisbatan yaxshilanyapti. Meteorizm nima ekanligi, qorindan bo'lishi nima ekanligi haqida yetarlicha informatsiyaga ega. Demak, qorindan bo'lyapti, ichi kelish yo'q, ichi kelmayapti. Masalan, bir haftadan oshib ketdi, bolani hali ham ichi kelmadi, yoki ich kelishidagi o'zgarishlar yoki peshobdagi o'zgarishlar, qo'shimcha yig'idan boshqa o'zgarishlar bilan bo'lsa, albatta vrachga murojaat qilish kerak. Holsizlik, rang oqarishi bizda bu ayniqsa tezkor vrachga murojaat qiladigan holatlar hisoblanadi. Bolalar salomatligi bo'yicha qo'shimcha savollaringizni izohlarda qoldiring. Biz albatta ularga kelgusi videolarda javob qaytaramiz.